Hammaga assalomu alaykum. Bugun biz Robloxda o'ynaymiz. 请我打到我！我就菜鸟安邦。Bugun biz Robloxda o'ynaymiz. Hozir kiramiz. O'chirib qo'yamiz Wi-Fi'larni. Nega kirmayapti? Ha, endi kiribdi. Qo'yni qotib qolibdi-ku. Hozir kiramiz Robloxda. Hozir Robloxga kiramiz. Studio. King Studio. Roblox. Mana kirollik Robloxga. Hozir mana Roblox. Hozir yana ozgina shunga qo'yamiz, farqi yo'q. Hozir men videoni stop qilmayman chunki kirsin. Amal. Jam o'tiramiz. Hoppa. Kirish qiyin shu Robloxga. Obuna bo'linglar, 100 taga ozgina qoldi. Obuna bo'linglar-da, ya. Men boqi 99% odamlar obunasi ko'rar ekan. 1% odam obuna bo'lib qo'yapti. Endi bu nima degan gap bo'ldi? Va ana Robloximizga ham kiralik. Endi esa shuni qaziymiz. Xudo. Nimaga sindir bo'lmaydi? Xudo. Nima bu? O'yinni o'zi menga bo'lsa kiyim olotgan bitta qanday bir zo'r. Amal. Hozir qilaveramiz. O'lib qolmas edi. Qani? Bu kitoblarni boshimga uramanmi? Nima qilaman? Mal o'tirib qo'yib chiqamiz. Chunki nasamizga uxlamasimiz kerak. Nimaga san qo'yib bo'lmayapti bular? O'yinni bagimi nima bu? Hoppa. Tak. Ularni sal katta olamiz. Keyin boqib fermalar, qo'ylar uchun joy ham qilamiz. Hozircha ham bo'laveradi. Ana. Hoppa. Ana. O'zgartirib qo'yamiz. Hoppa. Ana gul sovg'a qilyapti. Amal, bilmasang qilaveramizlar. Ne daraxt? Taxta hali chiqqani yo'q. Robloxning savqatsiz ekan. Hali chiqqani yo'q-da bu ya. Savqatsiz Roblox. Daraxt. Ana. Ko'ryapsizlar? Qanaqasiga pastga tushib ketdim men hozir. Bilmay qoldim o'zim. Vash bo'lma. Ana birinchi daraxt, eng zo'ri. Nima qilib tura olishimiz kerak. Bo'lmasam tushib ketadi. Hali birinchi kuni bo'lmasdan uchta daraxt. Bunaqa yaxshi. Daraxtlar ana sigran chiqdi. Tayoqchadan hoppa. Laya solamizda. Nima qo'yamiz? Sigirga tegmas kerak. Keyin o'lib qoladi. Qanday kutamiz?
Hoppa. O ana yasollik inisi amalda ozgina kattatirib molimizga bitta nima aytdi? O'sha joyga yasolamiz. To'ymasin. Yoppa. Hop. Yetmaydi keyin o'xshab. Mal daraxt tubga. Tushib ketmasin-da sigir. Tushib ketsa bo'ldi. Tamam. Yasa bo'lmaydi sigirsiz. Ya ovqat qani olamiz. Ko'paytirib so'yamiz. Biz yovuzmiz. Ya obuna bo'lishni unutmang. 100 taga ozgina qoldi. Akalar. Nimaga obuna bo'lmaysizlar-da ya? Biz shuncha harakat qilamiz sizlar uchun. Sizlar lekin obuna bo'lmasdan ko'ribsizlar. Ina bir nima degan gap? Voy xudo. Nima qilamiz? Jim. Yo tushib ketma faqat. Tushib ketma. Keyin yasa bo'lmaydi. Bitta da tovuq. Qasing kelasa. Watermelon. Hamal yasuram. Sindiramiz. Daraxt qo'zg'alagan chotga bo'ladi. Cho'chqang. Yo'q! Sandir ketdi mol. Endi nima qilamiz? Endi o'lib ketamizga. Cho'chqa bo'lmay o'lib ket. Endi nima qilamiz? O'lib ketamizga. Cho'chqa bo'lmay o'lib ket. Uyolmasdan ko'ppa kunduz tovuq ham ketdi. Tovuq saqlamasa. Ketsin lekin o'ldiray jedimda. Hoppa. Hop. Bak. Xudo. To'xta. Tovuq jim. O'lmaysan. Hali biz uyam qo'shishimiz kerak ya. Ishlar ko'p baqa. Jim. Voy o'la. Amal. Hoppa. Sen boki. Hop. Asta. Ya aqamas. O'lib ketasan. Men seni o'ldirmayman. Yana bitta tovuq chiqsa. Keyin kattarsa. O endi chotki ideal joyini topding. Endi boqa tushib ketsang qiladi ekan. Yana qattiq qiladi. O ana daraxtlar ham ko'payapti. Oq daraxtni boshimga uramanmi? Amal daraxtmi? Hamma daraxt turidan bu. Hop. Lapatkaga yetmadi shu daraxt. Kirgan boshimga uraman hali. O ana endi yasasak bo'ladi lapatka. Lekin lapatka tezsin ketmadi. Yo'q, tovuqni balasi. Sen ukam. Sen ketsang voy. Bir seni xudo asrab turibdi. Hozir tushib ketasan-ku kalla. Ket. Nima qilib? Tovuqni balasi qochibdir. O'zi bo'ki hamma salladir bo'ldi. Sen nimaga aqqa kelibsan? O'lib ketasan-ku. Jim qoch. Senga balo bormi baqa? Kichkinaliging. O'lib ketasan. Hoppa, saqa jim o'tiringlar. Sal daraxt o'zim nima qilishni bilaman. Jim o'lib ketasan. Ketdi. Mol ke. Mol jonim. Mol senga son cho'g'da tushib ketsan qara.
tushib ketsang qara lekin. Tushib ketsang qara. O'ldiraman lekin. To'pim bor ekan, ikkita. Bitta mamnon uchun yasashga yetakan. Mana sal yaxshiroq bo'lsa, men bular tiqib qo'yish kerak. Bo'lmasam chiqib ketaveradi, chiqqan. Jim. Tovuqda kattasi ketdimi? Yo'q, saqqa. Jim. Sandirda hech bola yo'q. Sindirishimiz kerak. O, ana taxta chiqdi. O, jim. Ketasan lekin. Yomon ketasan. Taxta qani? Yoppa. Yetmaydi. Jim. Voy, hozir o'lib ketasan, o'chalang ham keyin nima qilam? Voy, yuragim. Shuncha narsa ketdi. Sandir bo'ldi. Suvoki ozgina jimlikni sinab bo'lmaydi ya. O, ana tovuqam chiqdi. Tamam. O, ana vashi klassi bo'ldi-ku ovqat. O, hali keta. Asobona o'saqqa turmasam bo'ldi, tushib ketay dedim. Kechqurun bo'ldi. Eng yomon ko'rgan kechqurun. Bitta daraxt edi. Shuncha narsa ketdi, lapatka, kirka. Eng yomoni bo'ldi, men ularga xafa bo'lmayman, men bular o'lib ketadimda. Voy, qo'yga balo bormi? Hamma lekin bo'ldi, o'zim o'lish arafasida. Ana, endi o'lmaysizlar, men sizlarni o'lish arafasiga emassizlar. Men hozir sizlarni qutqaraman. Hoppa. Urib yorsam lekin shuncha oziq-ovqat ketdi. Voy, mini graf nima bu? Omadsiz o'yin-ku bu. Odam emas ekan. O, ana. Bitta yetmay qoldi. Molam ketdi-ku, garang. Molam ketdi-ku. Hammasi bor-ku. Jim. Tovuq san ketma faqat. Balasi ham ketdi tovuqda. Tovuq sanki. Tovuqlar hammasi parazitmi nima? Yur. Aqamas. O'limga yur. Hozir aniq o'ldiraman. Jim bo'lib tur, don chiqsin. Voy xudo. Men bular tovuqlar o'lmasin ya. Ovqat yaxshiroq ya. Qo'yga balo bormi chiqib, hozir o'lasan. O'lasan deyapman rostdan lekin. Chiqma yog'dan. Nima qilay endi? Jim o'tirib misol. Kadi yemaykan bular. Plos. Nimadir qilish kerak. Men buni yo'lini bilaman. Jim. Yo'lini kattatirib qo'yaylik, tushib ketmasin. Saqqanas. Jim bo'lib tur.
jim tushib ketasanlarki boku og'ayligini olasan ya jim bo'pti va yana tarus lekin boyna ketdi-da ovqat ketsin lekin boku naqjan parashat ketmasin deysan biz musulmonmiz cho'chqa go'shti yemaymiz tovuqqinam jim bo'pti o'lib ketasan hozir molam ketdi yo bu molni aniq asrab qolish kerak bu mol boku dunyodagi eng zo'r mollardan biri tovuq ketsa bu mol ketmasin ya bu boku buni molini bilmay buni tarixini eshitmagan-sizlarda kel ketdi bitta tovuq yo plus naqama tovuqqinam o'lib ketadi-ku bu nima kerak emasmi menga sallaga kerak bo'lmasa menga kerak ya o'zim boku yo'q molginam kechar o'lmay keyin och qolib ketaman-ku bu undan boy kechotga ovqat tayyor plus jim yo ketdi bu ini aniq ketdi bo'ldi jim tovuqlar undan mollarni sig'dirmaydi boynasini ham shular o'ldirdi ya kim mol yana boku shular kuniga qoldi ya ketdi bitta tovuq bechora tovuq ya o'lmadi amal jim ini chiqolmaysan keyin sanga navbat plus azobni chiqaradi ichkarasa hozir o'ldirib yuboraman lekin sani ukangga o'xshab shuning uchun o'zing kiraver plus hozir ikkita zarbamga ana kallang ishlaydi-da o'zingni ana kallang ishlaganida shunaqa qiling endi boki bemalol qilaversam bo'ladi 9-kun hali gigina qaqqa qarayapti yana shu suyak blogi nima qilaman men boshimni yoramanmi daraxt oldim buni qaqqa eksam deb yotibman baba ana saqqa bo'laveradi qaysi bo'lib mol sensiz qiynalib qoluvdik hozir bitta mol yana ketmoqchimisan jim bu yuraver yana bechora plus yurda bo'lmasam ana kallang ishlaydi sani kallangga qo'ydim bilma xas blok shunga ana shunaqa qilaveramiz ana bo'ynaki narsalar yana qaytarib berdi nima keragi bor menga amal to'rtta bo'ldi bir stank yaxshi bo'ynaki lekin boku shuncha narsa ketdi bekordan bekor voy lekin boku endi men sandiq bilan bo'lmaydi hali bo'lsa mammalar to'g'irlash kerak ishlar ko'p hali nima edi bu pangoloq ekan qani ekan
Qani eshik? Eshik. Ya eshikni boshimga uraman men. Menga bitta cho'p kerak, keyin esa bolta bilan lapatka kerak. Hozircha kirka kerak emas. Kirkani olamiz. Lapatka. Hoppa. Hali ham tosh chiqqani. Nechta bular kovlash kerak? Akalar obuna bo'lishni unutmanglar. Instagram oz qoldi ya. Yomma. Voy, bo'lma ini uy qurib yoraman. Va ana, endi boga klassi bo'l. Yomma, yo sig'maydi ham. Hoppa, pa. Amayli, tez qilib bo'lmay ekan. Yo'q, bir stankdan o'sdi. Va ana, endi boga uy qurishga ham yetadi. Bitta bazachi ham quramiz. Hali boga mana bu firma quramiz hozir. Bilat boga hozir men bu yonimni tozalaymiz-da, o'shalarni chiroylicha qilamiz-da. Mana loylarni olib taxtalarga o'zgartiramiz. Hoppa. Bitta men bu joyni sindiramiz. Ikkinchi kunga shuni hoppa. Hamma sandiqlarni olamiz. Da. Hoppa. Men bularni sindirib hoppa. Hamma narsamni saqlab solib qo'yaman, chunki mabodo tushib ketsam boka mana shuncha narsa. Tovuqlar bitta narsasi eng yaxshi tomoni tuxum tug'ib beradi. Uni yeb bo'lmaydi, lekin boka tot qilib yesa bo'ladi. Bir lapatka kerak, bu ham kerak, bir solib qo'yamiz. O'zi menga ovqat nimaga kerak? Men boka uni ko'p ishlamasam. Mayli. Hammasini sindirib boka mana hoppa. Taxtacha bloklarga o'zgartirib chiqamiz. 50 tasini olamiz. Hammasiga shunaqcha. Mana uchun 96 ta blokdan shunaqcha yarimtalik bloklardan olib chiqamiz. Buncha ko'pga desanglar kamda. Hammasini sindirib chiqamiz. Yo'q, oplas bloklar qaytib kelmaydi darsi bilan. Qaytib keladi yo'q. Bu ana urug'lar. Endi boka taruz urug'i, kadi urug'i, iri donlar, iri vasi chotkiga. Taruzdan ushda hammasidan ushda ekan. Hali keyin chiqamiz. Men buni olish kerak menga. Va ana, menga kerakli narsa. Men bu narsalarni hammasini solib qo'yay. Tushib ketsam. Lekin boga kuyadi shuncha narsa. Sal qoldi tushib ketsin. Hoppa. Bir stankini olamiz. Hoppa. Ben bularni sindirish qiyin. Qo'yish oson, lekin sindirish qiyin-da. Sindirish yomon quramiz taxtani.
lekin olmishda daraxt deganniga vashki ishongim kelmayapti. Lekin men bular vashki. Ahmal, uyda tayini ham shunaqa beraman. Sindir. Bir-biriga yopishtirib bo'lmaydi bular. Endi bularga qilsa bo'ladi, chunki bir xil bular. Yarimtalik bo'ladi. Hoppa. Ting. Hoppa. O, ana yaxshi. Hali mamada ham kattartiramiz. Isla ko'p. Hozir bitta ozgina kovlab bitta uycha ham qurib berishimiz kerak. Ko'chaga yasamaymiz. Hali zombilar kirib chiqsa Samon. O, ana mamadan boqqa bag'dan bitta ferma, bag'dan esa bitta uy, bag'dan esa nima daraxt ekilayotgan joy. Mamadan hozircha ferma qilib bug'doy ola olamiz. Qo'lim ham qiyshiq yumani. Yo, bismillah. 8 ta bo'laveradi hozircha. Keyin bitta taxta olib cho'p yasab, keyin hammasini ichidan hoppa. Keyin mamadan bitta yasaymiz. Hoppa. Etem suv yo'q bo'lsa ham bitta chochki yo'q. Jimorpek. Hop. O'simliklar o'sirat. Mambu. Keyinsa, mana bu ham yaxshi lekin. Rediska. Nimaga mana ekaman? Yo'q. Kuydi. Yaxshi ham hamma narsamni qo'yib qo'ydim. Ya kalla kuydi. Birsdan ketdi. Endi nima qilaman? Endi o'lib qolaman-ku. Birsdan ketdi. Mayli bo'laveradi. Ke. Ko'paytirib bo'lmaydi. Hammasi bittachi kalla. Menga kosacha kerak, kosacha. Kosacha qanday yasaladi? Hoppa. Bittasi tuxum butug'di. Kosacha qanday yasaladi? Hozir dada. Kosacha. Biluvdim shunday yasalishini. Video olamma. Biluvdim shunday yasalishini. Mal. Garang 8 tani boshimga olaman. Malka. Bik. Ana. Endi men qanaqasiga chiqaman? Hoppa. Ular kallasi ishlaganni miyasiga keladi, hoppa. Ovqatni ham sop qo'yamiz. Ana o'lib qolsak bo'ynagida 2 marta o'ldik. Lekin boki shuncha narsa ketdi. Mal. Keyin yarimtalik blokchalar ham ketdi-ku, men ishlataman degandim. O'la kalla. Qo'tta o'yin. Hoppa. Amal o'singlar. O'smaydi-yu, hech qachon. Birsdan ketdi o'stirayotgan. Lekin vashki alam qilibdi-ku. Vashki lekin. O tovuq.
sakrash. Bitta ko'paymay qo'yadi hech kim. Ke tovuq. Tovuq ke. Hoppa. Qoch. Bir-birlar bilan nima qilyapti bular? Amal. Hammasiga hech bo'ladi. Nima bo'ladi? Qo'lashni boshlaymiz. Necha yilda bizga. Hozir uy qursammi yoki nima bo'ladi? Qo'lasam amal. Yo, mol. Chiqishingni ham biluvdim. Shuning uchun bu samon bor. Ke. Sakrashni bilmaysan, Ke. Ba'da ham katta turamiz. Qilmadi. Jim o'tdi. Qoch, plus. Qoch. Jim bo'ptir, hozir katta turaman. Men bularni sindirishim kerak. Daraxt. Tuproqmi? Bilmayman. Suv. Endi cheksiz suvim bor meni. Kerka, menimcha hozir bo'lsa tosh bo'lar. Bo'zam kerkani bekordan bilmaydi-ku. Qora daraxt ekan bu. Men bahsacha deb qo'ylaman. Hoppa. Suv lekin bo'lsa. Suv endi bo'lsa salladi bo'lsa katta turamiz. Chunki menga sehrli qolor suv bor. Jam bo'lib bo'lsa biz ko'kka chiqmasdan ishlash kerak. Ana. Jal tushib ketsam bo'lsa nimaga ishlamayapti? Yo, ana endi o'sopti. Nima edi bu? Hoppa sop qo'yamiz. Buncha narsani hoppa pik. Ammo bo'lsa qonim ochmasa, o'lmasam, urg'am bipti. Qachon bitdi? Lekin ko'rmadim bo'ldi. Qachon? Mana paqizni solish kerak. Qimmatbaho. Endi kechqurun vashi. Qiynalib ketdim-ku. Qo'laveramiz. Faqat tuproq qoldi. Faqat suvda ichib chiqadi. Faqat deganimni chiqadi. Faqat tuproq qoldi. Nechi amal chiqamaydi. Bizlar bakonga qarshi emasmiz. Bu nima bo'ldi? Tovuq. Tovuq jonim. Hoppa. Kirdingmi? Cheater tovuq. Saqajim bu yashab turinglar, hadamay katta turamiz. 3-kunlar bo'lsin. Nimaga ana qo'y. Qan samon. Hoppa. Ke. Ana o'zing saqlading. Voy qoch. Nima qilyapsan? Men unaqsin balamasman lekin. Nimaga ochilmayapti? Qochibdir, ochilmayapti. Qamaldim. Blogam qo'yildi. Billas nimaga unaqa bo'lyapti? Bu o'yinni bagimi yoki? Bagam bo'lsa unaqa endi. Bagim ancha. Qoch. Hoppa. Yo, plus chiqma. Hoppa. Nimaga qo'yilmayapti bu? Hoppa.
hozir kattattirmasa bo'lmayapti. Vashi boga siqib yotdi. Ho'pa. No, yeta. Vashi siqdi-da, vashi. Sal kattattirmasa bo'lmaydi-da. Lekin tushib ketsa o'zi vashi alam. Shuncha narsa. Hozircha ham bo'lib turaveradi. O'tib ketdi. Endi tiqilmaydi-da. Chiqma. Hozir bak. Qarab. Tovuq seni o'ldiraman. Tur yo'qol. Amal bechora. Yaxshi tovuq baba. Yana qaysi ding shundan chiqib ketsang, shuna bo'ladi, tushunaymi? Men bilan o'ynashmalaring. Shuncha narsani solamiz-da, yana o'yinni davom etamiz. Shuncha nonni mana nima qilib? Ye mana boka, ye mana. Ya mana lapatkam qani amanika. Lapatka bu eng zo'r narsadir. Lapatka jon, lapatka. Nega bunday lapatkalar? O tovuq o'zi kakrasan kerak ekan. O'zi tushundi-da o'lisini. Plus işte ko'rolmaydi-da bular, ko'rolmaydi. Minus 2. Bechora o'lib ketdi. Yaxshi bala ichida lekin. Hazillasimi, yaxshi emas, yomon. Tovuq. Salam tushunasa. Ya bu o'lishda tushunmaydi. Tovuq. Ikkinchi marta tovuqni o'ldirib qo'yishim. Ozgina ko'paytirsam. Bittasini ko'paytiraman deb. O'ldirib yoraman. Qani men samon. Samon qani? Rostda samon? O'zim yo'q-a. Ke. Bal molla qilay. Qacha, molga qilaman. Baba. Ana. Baby monster. Qan? Ana. Endi sen kechir. No dedi. İstilam. Şu oyun bagini toptum. Ben içeri hiç bala yo'qmi? Plus mamada sal kat yaxshilamasam voshi boka qirg'in qiyshiq bo'lib ketdi. Nimaga o'sha sandiqlar bor? O'sha tepasiga sandiq qo'ysa ochil ekan. Ya ochil ekan. Hozir bilaman lekin. Ochmayman buni. Amay. Yana sindiraveraman. To'xtamayman. Lapatkam sindi. Endi nima qilamiz? Ajab ittalab tushadi. Ittalab qachon tushakan? Endi nima qilamiz? Hammasiga taxtalar yasaymiz. Keyin uyda qurib yoramiz. Uyda quramizda videoni to'xtatamiz. Chunki vaqt ko'p bo'lib ketdi. Ya mana yarimtalik bloklarim ketdi. Ya baraka. Rasam buni sop qo'ydim. Mamadan firma uy quraman dedim. Endi mamadan firma uy quraman.
Yop bismillah. Hoppa. Yop bismillah. Hoppa. Oyamiz. Uyda qurish boshqa yine. Hali bo'lki katta uyqu. Hozircha sunna uyam bo'lar. Keyincha ikkinchi qismga buni buzib katta uyquramiz. Menga ishonavringlar. 100 ta obunachidan keyin ikkinchi qism. Ya obuna bo'linglar. Mana bu 99% odamlar obuna bo'lmasdan ko'rar ekan. Ya endi bu nima degan gap bo'ldi? Nima bo'ldi? Ya bilmasdan qilib yorma, kechiring. Voy xudo, chiqib ketdim-ku. Voy shunaqa bo'ladimi odam degan? Minigraf senga rahmat. Kattakon. Ya o'zi o'tib yoradi, video olayotganini bilib turadi shular. Motor o'ynagan-ku. Hoppa, eshik mamadan bo'lsa, Akademi Lucky blok ham chiqadi. 200 ta obunachidan keyin, chunki u vashshi qiyin. Yig'lab o'ynash kerak-da. Mayli, taxt olib ket. Nima bo'ldi hozir? Uplos. Hayotim ko'z yonimdan o'tib ketdi. Yo'q, bismillah. Yo'q, o'lib qoldim shunchadan. Nima bo'ldi? Bir stang taxtaga uxladim. Nimalar bo'lib qoldi? Endi nima qilamiz? Voy xudoyim. Bir stang taxta ketdi. Suboki kamera olsam bo'lar ekan. Keyin bo'lki uyam mayli, keyin bo'lki mana qo'y nima ichida? Risotkan ham ketdi bir yarim stank ichida. Mal bo'lgan bo'pti. Nimaga qarab qolaman? Hali bo'lki o'ynam yo'q. Hali o'yna olish kerak. Ya o'sha o'yna qila olmayman o'zi. Aniq bu. Qachon bo'lki o'ynashni blok chiqadi bilmayman. Birinchi marta bunga o'ynashim. Bir narsam saqlab kiraman. Qoppa. Eshikchaga solamiz bitta. Boyna bo'lki mana qasku o'lmadim-ku, minigraf ko'ra olmadi, o'ldirdi. Stop, menga temir ham yo'q-da, bo'lmasam bo'lki. Bitta ham temir yo'q. Bo'lmasam bo'lki cho'tkinasi. Qo'ydi junini olib berish edim. Eshik qani? Eshik o'zim yasab yoraman. Qiyinmi? Hoppa. Amal bo'lar, bo'l. Senga sovg'a o'zi. Tosh qachon chiqaring? Yo'q, bilmayman. O'yin qotib qoldi. Kichkinagina o'ycha. Bitta qo'yni o'ldiramiz. Men buni majburligimdan ishon qilaman, chunki menga jon kerak, divan kerak, ko'p narsalar kerak. Ana. Bu bo'lki ikkinchi qismga hali bo'lki film ham qurishimiz kerak. Hozir birinchi qismga ham bo'lib turadi. Hamma narsani solib, bunaqasiga qisayib ketib qolsam, o'zi yaxshigina o'yin qiladi. Nega tez narsa yo'q bo'lmaykan? Bola hamma narsa kerak. Joyam ortib qoldi. Men bu qog'oz o'yin qo'yadi. Men baxshi hayollarga botdim. Shuncha joyga endi yaxshi paqirim nommanman. Bo'lmasam bo'lki bu dunyoga o'zimni kechira olmaydim. Yaxshi ham boyna bo'lki hamma narsamni solib qo'ydim. Hop,
keyin boki ikkinchi yoki uchinchi qismlarga toz chiqadi degan umiddaman. Keyin esa men bularni keyin boki boshiga bak bo'ldi. O'shani olib kiyimlarimizni olib qo'yamiz. Nasib olayotgan paytda. Chunki boki bexosdan hech bola yo'q. Bunikiga ham hech bola yo'q ekan. Hali ko'p ishlar qilish kerak. Bitta qo'ychani boki o'ldirmaymiz. Hop. Hech balo qilmaydi. Stop. Menga yo'q-ku. Men bular ussam kerak-da, hozir juvon yasolmayman. Menga taxta kerak edi, tomni yopaman degandim-ku, men hozir boki divan yasolmayman. Tomni yopish kerak. Bo'lmasam boki kech qolin o'g'imchaklar boki bosib kiradi. Gabza keldi. Hozircha oynasi yo'q o'y. Qavatli qilib bekor. Ideal bo'ldi. Hozirchasi ham bo'ladi. Mayli akalar, bugun hozir videoni to'xtatamiz. Ikkinchi qism 100 ta obunachidan keyin chiqadi. Obuna bo'lishni unutmang. Kanalimizga hali qiziq videolar chiqadi. Bo'lmasam videoni to'xtatamiz. Bo'pti, hammaga sog'lom bo'lib, hammaga xayr. 100 ta obunachidan keyin ikkinchi qism chiqadi.